Allohdan qo'rqish degani Allohning buyurganlarini qilib, qaytarganlardan qaytish degani. Allohga itoat qilib, osiylik qilmaslik degani. Alloh taologa shukr keltirib, kufr keltirmaslik degani. Alloh taoloni eslab, uni unutmaslik degani. Doimo Allohni eslash, unutmaslik bu taqvo hisoblanadi. Shayton sizu bizdan g'ofil emasmi? Shayton siz bilan bizni esdan chiqaradimi? Yo'q. Shayton bizdan g'ofil emas. Har soniyada siz bilan mashg'ul biz bilan. Biz bilan ovora shayton, g'ofil emas. Nima uchun biz endi Allohdan g'ofil bo'lishligimiz kerak? Shayton bizdan g'ofil emas-ku. Shayton bizni unutmayapti-ku. Har doim vasvasa qilishlik bilan ovora-ku shayton. Bizdan g'ofil emas shayton. Nima uchun banda endi Allohdan g'ofil bo'lish kerak? Allohni unutish kerak.